Soliq organlarini korrupsiyasiz tizimga aylantirish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi shaxsiy xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari hamda keng jamoatchilik o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Farg'ona shahrida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar bilan o'tkazilgan yuzma-yuz muloqotda tadbirkorlarning soliq majburiyatlarini bajarish chog'ida kuzatilishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlar yuzasidan zudlik bilan mas'ullarga xabar berish qulayliklari tushuntirildi. Flyer va qo'llanmalar tarqatildi. Shu Farg'ona shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Anchadan beri shu ish faoliyatim davomida soliq xodimlari asossiz ish jarayonimga aralashadigan holatlari bo'lib qolsa, har xil vaziyatlarda hozir bizga shu soliq xodimlari kelib tanishtirib o'tishdi. Va muammoli vaziyatlar bo'lib qolsa, soliq xodimlari asossiz bizga tekshiruv qilib kelib qoladigan vaziyat bo'lib qolganda, shu aloqa kanallari orqali ularga murojaat qilib chiqishimiz mumkin ekan. Shundan xulosa qilish mumkinki, tadbirkorlarning haq-huquqlari himoyalangan bo'lar ekan va biz ish faoliyatimizni bemalol davom ettirishimiz mumkin ekan. Olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar korrupsion holatlarga chek qo'yilishi barobarida tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitining yaratilishiga, tadbirkorlik subyektlari faoliyati yuksalishiga va o'z o'rnida byudjetga tushumlarning ko'payishiga xizmat qiladi. Asosan tadbirkorlik subyektlarining faoliyatida soliq tizimi xodimlari tomonidan noqonuniy faoliyatiga aralashish yoki noqonuniy talablar qo'yilishi yoki boshqa ko'rinishdagi har qanday korrupsion holatlar sodir bo'lganda tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan xatti-harakatlar to'g'risida ularga huquqiy yordam ko'rsatilmoqda. Ya'ni soliq tizimida o'rnatilgan antikorrupsiya bot Telegram maxsus tarmog'iga murojaat qilishlari mumkinligi, murojaatchining shaxsi sir saqlanishi to'g'risida tegishli ko'rsatma tushuntirishlar olib borilmoqda. Soliq organlarida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar va noqonuniy harakatlar kuzatilganda ma'lumotlarni antikorrupsion maxsus Telegram bortiga Soliq.uz elektron pochtasi orqali yuborish, shuningdek 73 kodi bilan 241 70 61 raqamli ishonch telefoniga xabar yo'llash mumkinligini eslatib o'tamiz.